Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna, bika amsayna va bika nahya va bika namut va ilaykan nushur. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bugun dushanba. Alloh subhanahu va taologa dushanba kunimizni tongini ham o'zini zikri bilan boshlashlikda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisini eshitishlik bilan boshlashlikka muvaffaq qilganligi uchun Allohning o'ziga hamd sanolar aytamiz. Mana dushanba, payshanba kunlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan aytib, eshitib kelayotgan edik. O'tgan safar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobiysi Anas ibn Malik roziyallohu anhu hadisi bilan tanishib o'tganmiz. Va shunda savollar bo'ldiki, 3-4 ta savol. Bu savollar hammasiga imkon qadar Qur'ondan, hadisdan javob berishga harakat qilamiz. Va bu savollarning o'zini 4 ta savol bo'lgan ekan. Bugun beramiz desak, hadisdan qolib qolamiz ekan. Shuning uchun har kuni shu hadis ham qolmasligi uchun hadisda o'qib olganimizdan keyin oxirida bittadan, ikkitadan vaqtimizga qarab javob beramiz. Bugun ham Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisni o'tamiz. Chunki Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 10 yil xizmat qilgan va 10 yoshida xizmat qilishni boshlagan, 20 yoshiga davr. Ya'ni uylanmagan, bo'sh bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bilan doim birga bo'lgan. Qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga uxlagani kelsa, Anas ibn Malik ham uyiga qaytardi. Shuning uchun juda ko'p Rasulullohning ichki holatlari ham, tashqi holatlarini ham Anas ibn Malik bizga rivoyat qilgan. Shu bugungi o'tadigan hadisimiz ham Anas ibn Malikdan Imom Buxoriy o'zining kitoblarida keltirgan. Bismillahirrohmanirrohim. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol: "Ma kana nabiy sallallohu alayhi va sallam sabbaban wala fahashan wala la'anan" dit. Anas ibn Malik aytayaptilarki, Rasulullohning xulqlaridan bir xulqni aytayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabbob bo'lmagan. Sabbob degani so'kinchoq. Gapirsa so'kinib gapiradigan. Axloqlaridan so'kinib gapirish bo'lmagan ekan. Wala fahashan, fahsh, og'zidan fahsh so'zlar chiqadigan ham bo'lmagan. Birov bilan gaplashsa, buzuq so'zlar chiqmagan dedi. Ya'ni Anas ibn Malik 10 yil birga yurgan, biror marta eshitmagan. Wala la'anan, va odamlarda la'natlaydigan ham bo'lmagan dedi. Yana boshqa muslimlar hadisida keladiki, "Ma bu'istu la'anan, bal bu'istu rahmatan" dedi. Muslim rivoyat qilgan hadisda men la'natlovchi bo'lib kelmaganman, balki rahmat bo'lib yuborilganman dedi. Ya'ni bu hadis musulmonlarning odob axloqi haqida. Ya'ni islom odoblari haqida gap ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim? Sayyidul bashar. Butun bashariyatning sayyidi. Odam bolasini eng afzali. Sahobalar Rasululloh uchun jonlarini berishgan. Og'zidan bir so'z chiqsa, bir ish buyurunikin deb muntazir bo'lib turishgan. Shunday zot og'zidan biror marta fahsh so'z chiqmagan. Biror marta birov so'kinmagan. Biror marta birovni la'natlamagan. Ba'zi odamlar agar qo'lini ostida 4 ta, 5 ta, 10 ta odam xizmat qilib qoladigan bo'lsa, ishchilarini so'kib gapiradi, haqoratlaydi. Ular ham musulmon, lekin islom odobini olmagan. Go'yo shunaqa qilsam, qo'limni ostimda meni qo'rqib turadi deydi. Ya'ni o'zini sirini berib qo'ymaydi deydi. Lekin Rasululloh sallam unaqa bo'lmagan. Rasululloh sallam hammani qalbini o'ziga tortgan, shirin so'zligi bilan. Anas ibn Malik aytadiki, Rasululloh sallamga 10 yil men xizmat qilgan bo'lsam deydi, biror marta meni jirkimagan, biror marta meni so'kmagan, ma shatamani wala darabani, biror marta so'kmagan, biror marta meni urmagan deydi. Yoki bir ish qilgan bo'lsam, nimaga bunday qilding yoki nimaga bunday qilmading deb menga tanbeh ham bermagan deydi. Ya'ni biz Rasululloh sallamning axloqlaridan o'rganishimiz kerak. Eshitib qo'yib turiblar, shuna bo'lgan ekan, o'tmishda deb ketmasligimiz kerak. Hayotimizda shuni tatbiq qilishimiz kerak. Rasululloh sallamning qalblari shunaqangi muloyim bo'lgan. Mana hadisda keladiki, bu hadisni ham Anas ibn Malik rivoyat qilgan. Buxoriyda kelgan hadis. Bir kuni masjidga badaviy keldi deydi. Badaviy degani shu sahroyi odam, shaharli emas. Ya'ni shaharda o'ziga yarasha madaniyati bor, qishloqda o'ziga yarasha madaniyati bor. Ba'zi qishloqliklar shaharning madaniyatini bilmaydi. Shuning uchun shaharliklarning odatiga xilof ishlarni qilib qo'yishi mumkin. Bu badaviy bo'lgan, sahroviy. Kelib turib Rasululloh sallamning masjidiga tika turib ba'vul qilgan. Ularda odat keng sahro. Hamma sahobalar unga g'azab ko'zi bilan qaragan. Chunki Rasulullohning masjidi, Rasulullohning huzurida bo'lyapti, namoz o'qiydigan joy. Bo'lib Rasululloh sallamning masjidlari biznikiga o'xshagan bunaqa gilomlar to'shalmagan, zeb-zinatli bo'lmagan Rasulullohning masjidlari. Chunki u paytda qashshoqlik bo'lgan. Rasulullohning masjidlarining shu sajdagohlari ham hammasi mayda qum shag'allar bo'lgan. Shifti ham shu xurmoni shox-shabadalari bo'lgan.
To'sinlari ham shu xurmo daraxtidan to'sin qilib qo'yishgan. Badaviy keladi, qislab qo'ygan, tika turib bavul qiladi. Hamma sahobalar unga gapirib tashlaydi. Ko'zlari bilan, g'azab bilan qaraydi. Shunda badaviy hijolat bo'lib ketadi. Rasululloh uni ko'radi-da, to'xta, sabr qilinglar deydi. Bir paqir suv keltiringlar deydi. Bir paqir suv keltirib, shuni ustiga quyib yuboringlar bavulni deydi. Keyin badaviy diyonlarga chaqiradi-da, innama hazal masajid. Ya'ni bu yer masjid, Allohning uyi. Allohning uyiga bunaqa qilib bo'lmaydi deb nasihat qiladi. Shunda badaviy xursand bo'lib ketadi. Ya'ni Rasululloh sallam aytayapti, eng katta odam shu yerda. Xursand bo'lganidan aytadiki, ya Alloh deydi. Irhamni va Muhammada va la tarham ahadan g'oyrana deydi. Ey Allohim deydi. Ya'ni xursand bo'lib ketdi. Menga va shu Muhammadga rahim qilgin. Va ikkomizdan boshqa onalarga birortasiga rahim qilmagin deydi. Chunki ular uni g'azabini keltirib qo'ydi-yu. Shuning uchun odamlarda bir narsa qilinadigan bo'lsa ham rahmat ko'zi bilan qarash kerak. Mana bizda ham hozir telefon jinglab olsa, hamma yomon ko'z bilan qaraydi. U odam esidan chiqarib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni asli o'chirib olish kerak. Endi har xil holat bo'lishi mumkin insonning hayotida. Shuning uchun unaqangi darrov nafrat ko'zi bilan qaramasligimiz kerak ekanda, unga ham uzr topishimiz kerak. Esidan chiqib qo'yandir, xayoldan ko'tarilib qo'yandir deydi. Chunki hamma hijolat bo'lib ketadi. Biz islom odoblarini o'rganishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolamning axloqlari bilan axloqlanishimiz kerak. Yoki bo'lmasa Buxoriyda kelgan hadis. Muaviyat ibn Hakam as-Sulamiydan keladi. Muaviyat ibn Hakam as-Sulamiy, ya'ni Muaviyat ibn Abi Sufyon boshqa, bu kishi boshqa. Ikkalari ham ismi bir sahobiy. Rasululloh bilan namoz o'qiyotgandik deydi. Rasululloh bilan namoz o'qiyotgandik, bitta odam chuchkirdi. Chuchkirib olsa nima qilish kerak? Payg'ambarimiz aytadiki, agar birov chuchkirsa, alhamdulillah deyish kerak. Eshitganlar yarhamakulloh deb qo'yish kerak. Namozda birov shunaqa chuchkirib olsa, bu Muaviya ibn Hakam as-Sulamiy yarhamakalloh deydi. Odamlar hammasi biladi buni, sahobalar, hammasi ko'zlari bilan qaraydi. Biz hijolat bo'lib ketadi namozning ichida. Keyin menga nima qarayapsizlar deydi. Shuni sahobalar gapirib bo'lmaydi namozning ichida. Keyin hammalar tizzalariga uradi. Endi jim bo'l degandaqa. Namoz ichida hijolat bo'lib ketadi. Keyin undan keyin Rasululloh namoz o'qiganlardan keyin hali odamni chaqiradi-da, bu namoz deydi. Namozda odamlarning kalomi, gapirishligi namozni buzadi deydi. Namoz degani bu tasbih, takbir va qiroatul Qur'on deydi. Undan boshqasi sig'maydi deydi. Hatto imom adassa ham dunyo gaplarini gapirib bo'lmaydi. Subhanalloh deb qo'yish mumkin, alhamdulillah deyish mumkin. Sen namoz o'qisang deydi, shunaqa gaplarni gapirma, namozing buziladi deydi. Shunda shu Muaviya aytadiki, men bundan oldin ham, bundan keyin ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiroyli ta'lim beradigan muallimni ko'rmadim deydi. Ya'ni Rasululloh shunaqa chiroyli hikmat bilan tushuntirgan. Rasululloh sallam tabiati shunaqa muloyim bo'lgan. Odamlarda la'natlashlik uchun, odamlarni so'kishlik uchun kelmagan. Mana shu Buxoriyda Umar ibn Hattobdan rivoyat qilgan hadisda keladiki, Sahih Buxoriyda keltiradi. Umar ibn Hattob. Umar aytadiki, bizda deydi bir Abdulloh degan bola bor deydi. Kana g'ulam Abdulloh va kanu yusammunahu himar. Bir Abdulloh degan bola bor edi, uni himar deb qo'yishardi deydi. Himar degani o'zi aslida eshak degani. Lug'atda bilasizmi? Masalan, nihoyat baquvvat, kuchli bola bo'lgan ekan, yosh yigitcha bo'lgan. Odamlar shu baquvvatligidan eshak deb qo'yadi. Bizda ham haligi baquvvat odamlarning ho'kizlik kuchi bor deb qo'yadi-yu. Shunga o'xshash erkalatib qo'yishar ekan. Hazilkash bo'lgan. Ya'ni sahobalarning ichida har xillari bo'lgan. Ular ham inson. Hazilkashlari bo'lgan. Hatto Rasululloh ham bu bilan hazlashardi. Uni hazilkashligi uchun Rasululloh ham bu bilan hazlashardi. Ya'ni hazil ikki xil bo'ladi. Haromga boradigan hazil bor, lekin halol hazil bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ham hazlashar, u bilan Rasululloh kulishib qo'yardi. Bir kuni shu Abdulloh bozorga kiribdi. Bozorga kirsa, bitta ko'ynak turgan ekan. Sotilyapti. Ko'ribdi-da, ko'ynaging necha pul debdi. Hali odam ko'ynagim mancha dirham deb aytgan. Ko'rib turib, savdolashganda bo'ldi, oldim men degan. Pulini degan boshqa joyda beraman, yur debdi. Keyin haligini ham yetilab olgan, ko'ynakni olgan, keyin Rasulullohning uyiga boribdi. Rasululloh eshikni taqillatgan. Rasululloh chiqqan. Rasululloh bilan ko'rishgandan keyin ko'ynak, ya'ni chiroyli ko'ynak ekan. Ya Rasululloh dedi, hadiya olib keldim men, hadiya dedi. Shuni kiysiz sizga juda yarashadigan ko'ynak ekan dedi. Rasululloh xursand bo'lib ketgan. Chunki Rasululloh hadiyani olar edi, sadaqalarni qabul qilmas edi. Rasulullohning odatlari hadiyani qabul qilgan, sadaqalarni olmagan. Hadiya shuni bir kiysiz, chiroyli turadi sizga deb aytadi. Rasululloh xursand bo'ladi, hadiyani oladi-da, keyin kiygani uyga kirib ketadi. Keyin aytadiki, "Ya Rasululloh, mashalloh, juda yarashdi sizga" dedi. Shuni pulini menga berib qo'ying dedi. Rasululloh ayron, "Bu hadiya deding-ku" dedi. "Hadiyaga pul beradiman" desa, "Ya Rasululloh, hadiya qilmoqchi edim, lekin pulim yo'q" dedi.
Shuni ko'rib qoldim bozorda, sizga yarashishini bildim deydi. Shuni deydi, qarab turib pulni berib qo'ysa deydi, Rasululloh kuladi-da, uyga kirib keyin pulni topib chiqib unga qaytib beradi. Ya'ni shunaqa sahoba bo'lgan. Lekin bu sahobaning odati shunaqangi bir ayb ishi bo'lganki, sharob ichib qo'yar ekan. Ichki ichib qo'ygan. Rasululloh zamonasida. Ya'ni inson, ular ham farishta bo'lmagan. Ular ham inson bo'lgan. Keyin bu sahoba ichib qo'yganda endi ushaladi. Islomda mana hududlar bor va ta'zirlar bor. Qur'onda kelgan jazolarda hudud deydi. Masalan, birov o'g'irlik qilsa, islom qonunlarida nima qiladi? Qo'l kesiladi. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma deydi. O'g'ri xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, o'g'irlik bilan ushalsa, birovning mulkini o'g'irlagan bo'lsa, uni qo'lini kesinglar deydi. Qur'on oyati bu. Endi buni hudud deydi. Chunki Alloh buni jazosini belgiladi. Endi qoziga qolgan ishlar bor. Ya'ni Qur'onda kelmagan jazo, balki ta'zir beradi. Aroq ichgan odamni jazosi Qur'onda kelmadi. Balki uni qozi qaysi davrda bo'lsa, shu paytdagi mahkama unga ta'zir belgilaydi. Birinchisida sal yengilroq darra urar, ikkinchisida ko'proq urar, 5 ta urar, 10 ta urar, keyin yana ichsa 20 ta 30 ta gap chiqadi. Rasululloh davrida bu odam ham bu yigit ham ushalib keladi, ushalib qoladi. Ichgan sahobalar ushaydi, Rasululloh oldiga keladi. Keyin Rasululloh ichgandan keyin unga ta'zir qilib darra urdiradi. Bir marta, ikkinchisida yana keladi. Yana ushaladi, yana keladi. Keyinda urilgandan keyin bitta sahoba aytadiki, la'nati deydi. Rasululloh shu yerda hayot bo'lsalar, Rasululloh masjidida, Rasululloh zamonasida, Rasululloh Madinasida shunaqa qilib yurasanmi deydi. Esingni yig'maysanmi deydi. La'nati deb so'kaveradi. Shunda Rasululloh aytadiki, la tasubbu, la tal'anu deydi. So'kmanglar, la'natlamanglar buni deydi. Bu o'zi ichib gunohkor bo'lib yotgan bo'lsa, yana la'natlab turib Allohning rahmatidan uzoq qilasizlarmi deydi. O'zi yetarli bo'lyapti bunga gunoh qilishligi deydi. Chunki la'nat degani al-bu'du an rahmatillah. La'nat degani Allohning rahmatidan uzoq bo'lish degani. Ya'ni Allohning hidoyatidan uzoq qilasizlarmi buni deydi. Favallohi deydi. Innahu yuhibbulloh va rasulahu deydi. Allohga qasam ichib aytaman, bu yigit qalbining ichidan Allohga va uning rasulini yaxshi ko'radi deb aytadi. Ya'ni ba'zi odamlar bo'lar ekan, ularning qalblari toza bo'ladi. Ya'ni bu degani hamma ichib yurgan, zino qilib yurgan, namoz o'qimaganlarni yaxshi ko'raylik degani emas. Insonning qalbida baribir munkar ishni qilayotgan odamlardan nafrat bo'ladi qalbida. Lekin biz shu gunohni qilayotgan odamni gunohni yomon ko'rishimiz kerak ekan. Shularga ham achinib haqiqiy duo qilishimiz kerak ekan. Ularda qarg'aydigan bo'lsa, yana yomon yo'lga ketib ketaverar ekan. Chunki Rasulullohning odatlari doim duoy xayr qilib yorar ekan. Duoy bad qilishga shoshilmagan ekan. Qachon haddan oshilgan paytda yana duoy badlar qilingan. Masalan, Rasulullohning Ali-Ra'l va Zakon qabilalari Rasululloh oldiga kelib, "Ya Rasululloh, biz iymon keltirdik. O'zingiz sahobalaringizdan zo'rlarini, qorilarini bering, biz o'zimizni qishlog'imizga olib ketamizda, bizni odamlarga ham o'rgatsin Qur'onni" degan. Keyin yo'lga borib 70 ta Rasulullohning eng kuchli sahobalarini, qorilarini o'ldirib yuborishdi. Yoki o'ldirilishiga sababchi bo'lishganda, shularni haqiga duoibat qilgan. Shunaqa holatlarda duoibat qilinar ekan. Lekin la'natlash, duoibat qilishlikka shoshilmasligimiz kerak ekan. Chunki Rasulullohning shunaqa odatlari doim yaxshilik, qalblari muloyim bo'lgan ekan. Va ba'zilarda Rasululloh ham halol bo'lgan hazil bilan hazillashtirgan. Uni hangicha qovog'ini solib, sirini berib qo'ymay qo'l ostimdagilarga deb unaqa qaqshatadigan bo'lmagan ekan. Chunki Rasulullohda bir ayol kampir keladi. Ya'ni ba'zida hazil ham qilgan Rasululloh. Kampir keladi. Rasulullohga aytadiki, "Ya Rasululloh" deydi. "Ud'u li an tudkhilani al-jannata." Allohga bir duo qilsangiz, Alloh meni ham jannatga kirgizsa deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Innahu la yadkhul jannata al-ajuz." Qari kampirlar jannatga kirmaydi deydi. Hali ayol buriladi, yig'laveradi. Endi Rasululloh og'zidan chiqyapti. Qarilar jannatga kirmaydi deydi. Ketayotganda aytib qo'yinglar u ayolga. U ayol yosh holatda jannatga kiradi deydi. Ya'ni jannatga kiradiganlar hammasi yosh bo'lib kiradi. Erkaklar, ayollar ham yosh suratda, ko'rinishda jannatga kiradi deydi. Bugungi o'tadigan hadisimiz demak shu Anas ibn Malik roziyallohu anhu hadisi Buxoriyda kelgan ekan. Ma kana nabiy sallallohu alayhi vasallam sabbaban wala fahashan wala la'anan. Rasululloh sallam so'kinchoq bo'lmagan. Rasululloh sallam fahish so'zlar og'zidan chiqmagan. Rasululloh sallam la'natlaydigan bo'lmagan degan qisqagina hadis. Buni yodlab olishimiz kerak va o'zimizni hayotimizni shunaqa o'rgatishimiz kerak. Chunki biz so'kib gapirsak, so'kinib gapirsak, uyimizdagi bola chaqa ham o'ta shunaqa so'kinadigan bo'ladi. Jamiyat shunaqa so'kinib gapiradigan bo'ladi. Biz o'zimizni har xil islomiy axloq olmagan odamlarga o'xshatmasligimiz kerak. O'zimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshatishimiz kerak. Axloqni payg'ambarimizdan olishimiz kerak ekan. Keyin endi savol. O'tgan safar savollar bo'ldi. Bittasi muzika haqida, ikkinchisi
asr namozidan azon bilan takbir orasida namoz sig'adimi? Uchinchisi shu takbiratul uloda muddati va to'rtinchisi Hoji aka savol berdi. Ya'ni namozdan keyinlar salomdan keyin shashilib ketib qoladi ba'zi odamlar. Bu o'tirish kerakmi, turib ketish kerakmi? O'zi hukmi nima? Bu savollarga hammasiga shu ma'lumotchining ma'lumotidan qo'rqmagan holda hadisdan borini aytamiz vaqti kelganda. Hozir o'tadiganimiz shu birinchisi namozdan boshlaymiz. Birinchi savol. Ya'ni asr namozidan keyin, asr namozidan oldin namoz bormi yo'qmi? Ba'zi masjidlarga kirib qolsa, azondan keyin odamlar hamma suratda 4 rakat namoz o'qiydi. Ba'zi masjidlarda yo'q. Buni asli bormi yo'qmi o'zi? Biz hamma narsani Qur'ondan, hadisdan olishimiz kerak. O'zimizcha ijtihod qilmasligimiz kerak. Bu din. Din buzilib ketadi bo'lmasa. Chunki bizda sahih hadis degani bor, yolg'on hadislar bor, zaif hadislar bor, to'g'rimi? Biz ilmga asoslanib hayot kechirishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, man solla fi kulli yawmin 12 rakatan, banallohu baytan fil jannah. Bu hadis sahih hadis. Kim bir kunda 12 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, ya'ni farzdan tashqari 12 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, Alloh unga jannatda bitta qasrni quradi degan hadis bor. Ya'ni 12 rakat degan shu bomdodda 2 rakati, peshinda 6 rakati va shomda 2 rakati va xuftonda 2 rakat sunnati. Necha rakat bo'ldi? 12 rakat. Shu 12 rakatni sunnati Makkada. Rasululloh sallam o'zlari doim o'qigan, biror marta tashaganligi aytilmagan va Rasululloh sallam buni fazilatlar haqida targ'ib qilib ko'p gapirgan. Demak, bu hadislar sunnati Makkada bo'ladi. Doim o'qib yurishimiz kerak. Agar shuni o'qiydigan bo'lsak, Alloh taolo bizga jannatda bitta qasr qurar ekan. Endi yana boshqa hadislar ham keladiki, rahimalloh Imron solla qoblal asri arba'an deydi. Allohning rahmati bo'lsin, asrdan oldin 4 rakat namoz o'qib qo'ygan odamga deydi. Asrdan oldin 4 rakat namoz o'qigan odamga Allohning rahmati bo'lsin deydi. Bu hadis ba'zi ulamolar sahih degan, ba'zilari zaif degan. Masalan, Ibn Hibbon, Alboni, boshqa olimlar sahih degan. Ibn Taymiya, Ibn Qoyyimlar o'zining kitoblarida Zodul Ma'odda ham bu hadisni zaif degan, lekin zaiflar ham turga bo'linadi. Ya'ni hadislar turga bo'linadi. Sahih hadis bor, hasan hadis bor, zaif hadislar bor. Zaiflar ham ikkiga bo'linadi. Zaif mundarij bor, zaif g'oyr mundarij deydi. Zaif mundarijlarga amal qilinadi, lekin zaif bo'lgan hadislarga amal qilinmaydi. Chunki bular Rasulullohga taqalishligi aniq emas. Payg'ambarimiz aytganki, "Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar" degan. Kim men aytmagan gapni aytdi, hadis deb aytadigan bo'lsa, joyini jahannamdan kutaversin degan. Biz dinning nomidan gapirishga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Din, islom nomidan, Qur'on nomidan, Allohning nomidan gapirib yorishga ilmimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki Rasululloh aytayaptiki, men aytmagan gapni aytdi desa, hadis deb aytadigan bo'lsa, joyini do'zaxdan kutaversin degan. Hadislar demak turga bo'linadi. Odamlar shunaqa soxta hadislarni ham kirgizib yuborgan bizga. Kitoblarda kelgan bu narsalar. Hadis deb kelgan. Odamlar bilgan holda, bilmagan holda amal qilib yuraveradi. Hadis ekan deb. Ulamolar chiqqan, muhaddis olimlar hadislarni ajratib bergan bizga. Imom Buxoriy, Imom Muslim, mashhur bularning hadislari hammasi sahih. Imom Buxoriydan rivoyat qilingan desa bo'ldi. U tekshirib o'tirilmaydi. Chunki eng sahih hadislar Imom Buxoriydan va Imom Muslimdan. Bu hadis rahimalloh Imron solla qoblal asri arba'an. Bu hadisni Imom Termiziy keltirgan. Ulamolar, Shavkoniylar, aksar olimlar bu hadisni hasan deydi. Hasan hadis sahihdan jicha martabasi past, lekin bunga ham amal qilinadi. Demak, asr namoziga azon aytdi. Vaqti keldi asrda. Shu takbiriga davr vaqt bo'ladigan bo'lsa, 4 rakat namoz o'qib qo'yadigan bo'lsa, shu odamga Rasululloh duosi bo'lar ekan. Rasululloh aytayaptiki, kim asrdan oldin 4 rakat namoz o'qib qo'ysa, Allohning rahmati bo'lsin deyapti. Demak, asrga azon aytgandan keyin masjidga kirib qoldi, vaqti bo'ladigan bo'lsa, shu 4 rakat o'qib qo'ysa, shu payg'ambarning duosiga ilashib qolasa ekan. Eng kamida bir marta bo'lsa ham bunga amal qilib qo'yish kerak. Chunki Rasululloh duo qilyapti. Allohning rahmati bo'lsin deyapti. Yana ko'proq duo kerak bo'lsa, ko'proq shuni odat qilib olish kerak. Lekin bu 4 rakat nariga 12 rakatdaqa muakkad emas. Rasululloh doim o'qimagan bu namoz. Targ'ib qilib qo'ygan. Lekin nariga peshindan oldin 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat, bomdodda 2 rakat, shomda 2 rakat, xuftonda 2 rakat, bu doim o'qilgan sunnat muakkad. Buni tashlamaslik kerak. Lekin asrdan oldingi 4 rakatni o'qisa afzal. Ba'zi narsalar bor farz, ba'zilari vojib, ba'zilari sunnat, ba'zilari afzal. Ba'zilari joiz, qilsa bo'laveradi. Dinda shunaqa. Demak, bu hadis ham qilsa afzal ekan. O'qib qo'ysa yaxshi. Endi buni necha rakat o'qiymiz? 4 rakat deyilyapti. 4 rakatni bitta salom bilan o'qiymizmi? Yoki 2 ga bo'lib 2 rakatdan o'qiymizmi? Chunki Rasululloh aytganki, afzal namozlar 2 rakatdan degan. Bunda ham kenglik. 2 rakatdan 4 rakat o'qisangiz ham bo'laveradi.
4 rakatni bittada niyat qilib o'qisangiz ham bo'laradi. Ulamolar bu hadisga shunaqa deb sharh bergan. Demak, tushunarli. Birinchi savol shu. Ya'ni keyingi savollarni ham keyingi darsda Xudo xolasa aytamiz. Boshqa savollar bo'lsa, shu tema bo'yicha aytinglar. Nima deb niyat qilinadi? 4 rakat asrga shu nafl deb niyat qilinadi. Nafl, Nabiy sallam aytgan ekan, nafl. O'zi asli farz namozlar bor, keyin nafl namozlar bor. Shu Rasulullohdan bo'lgan namozlar borki, sunnat namoz, hammasi nafl deyiladi. Rasululloh Merojga chiqqan paytda farz namozlarni 5 mahal namozni farz qildi. To'g'rimi? Peshinda 4 rakat sunnatni bu Rasulullohdan bizga sunnat bo'lib qoldi. Va bu asrdan oldin ham Rasululloh aytadi, bu hammasi sunnat namozlar. Masalan, avvobinlar namozi bor, tahajjud namozi bor, bular hammasi sunnat. Lekin umumiy aytilishi nafl namozlar. Farz namoz bo'ladi, nafl namozlar bo'ladi. Nafl degani bu boshqasini namozi degani emas. Buni ham Rasululloh o'rgatgan nafl degani. Nafl degani rag'iba degani, sunnat degani, nadib degani, bular hammasi sunnat degan ma'noda. Lekin buni kimdir masalan nafl deb bo'ladi, kimlardir sunnat deb bo'ladi. Masalan, vojib degan narsa bor. Biz mazhabda vitr namozini o'qishlik nima deydi? Vojib. Hukmi vojib, lekin boshqalar buni sunnat deydi. Sunnat muakkada deydi. Ya'ni kimlardir sunnat muakkadani vojib deb olgan. Kimlardir sunnat muakkada deydi. Bu faqat kalimada, istilohda farq. Ya'ni sunnat deb o'qisiz ham bo'ladi, nafl deb o'qisiz ham bo'ladi. Har tahorat olgandan keyin 2 rakat namoz o'qishlik tahoratda haqqi bormi, deyapti. Bilal roziyallohu anhu-da Rasululloh masalan jannat ko'rsatilganda, masalan hammani yurish qadamini tovushi bilinadi-ku. Masalan uyda o'tirgan bo'lsangiz, kimi sharpasini sezadi odam. Qaysi o'g'limi, qizimi, kelinimi kelayotganligini bilinadi. Rasululloh jannatda yurganimda dedi, "Ey Bilal, seni qadam tovushlaringni eshitdim" dedi. Bilal o'zini ko'rmagan, sharpani eshitdim dedi. Nimaga buni senga bunaqangi fazilat berildi keyin desa, "Ya Rasululloh, qachon tahorat qiladigan bo'lsam, doim 2 rakat namoz o'qib qo'yaman" dedi. Shu ishim sabablimi keyin deb aytgan. Ya'ni doim tahorat qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qib qo'yinglar degan buyruq yo'q. Buyruq yo'q. Endi biroq shunga himmat qilib 2 rakat namoz o'qib qo'yadigan bo'lsa, afzal, yaxshi. Bu farz emas yoki bo'lmasa bir buyruq emas. Endi Bilal roziyallohu anhu odatlari shunaqa ekanki, qachon tahorat oladigan bo'lsalar 2 rakat namoz o'qigan. Keyin buni Rasululloh bekor qilasan ekan demagan. Demak, Rasululloh davrida, huzurida bir ish qilingan bo'lsa, shuni Rasululloh inkor ham qilmagan bo'lsa, balki tasdiqlamagan bo'lsa, buni taqrir deydi. Taqrir deydi. Demak, bu narsa qilinishiga joiz. Odam tahorat qiladigan bo'lsa, 2 rakat namoz o'qib qo'ysa, shu yaxshi bo'lar ekan. Lekin buni farz deb yoki majburiy deb olmaslik kerak. Bir duo qilaylik bo'lmasa. Amin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min hizzid dunya va min azabil akhirah. Allohumma allimna va faqihna fi dinina va anfa'na bima 'allamtana va zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahim.